Onalik. Bu so'zda butun bir olam yashiringan. Bu sevgining eng sof, eng cheksiz ko'rinishi. Onalik. Bu ayolning hayotidagi eng katta o'zgarish. Tana o'zgaradi, hislar kuchayadi, kechalar uzoq, kunlar esa tez o'tadi. Ba'zan charchaysiz, qarorlarda ikkilanasiz. Ba'zan esa shunchaki o'zingizni yolg'iz his qilasiz. Ammo endi bunday xavotirlarga o'rin yo'q. Chunki sizda ManPlus bor. Bugungi kunga kelib ManPlus 50 mingdan ortiq onalarni bir joyga jamlagan va ularni qo'llab-quvvatlayotgan O'zbekistondagi yetakchi ilovalardan biri hisoblanadi. ManPlus shu vaqtgacha eng ilg'or va yangi texnologiyalar orqali onalarni onalik sayohatini qo'llab-quvvatlab keldi. Aynan mana shu an'anaga sodiq qolgan holda biz jamoamiz bilan 2 oydan buyon ishlab kelayotgan va sizni onalik sayohatingizni keyingi bosqichga olib chiqadigan ManPlus 2.0 versiyasini taqdim etamiz. Demak, hozir ko'rib turganingiz ManPlus'ni 2.0 versiyasi. Bu versiyada biz qanday o'zgarishlarni amalga oshirdik? Albatta, bu versiyani ishlab chiqish jarayonida biz onalarga platformani yanada qulay, oson, ortiqcha ma'lumotlarsiz, ortiqcha stresslarsiz tashkil etishga harakat qildik. Demak, ko'rib turganingizdek, platformaning yangi versiyasini yuqori qismida biz kundalik kalendarni ishga tushirdik. Bu kalendar yordamida siz ana endi kundalik simptomlarni belgilab borishingiz mumkin bo'ladi. Simptomlar nima? Simptomlar bu onaning va bolaning aynan o'sha rivojlanish bosqichidagi ma'lum o'tishi mumkin bo'lgan holatlar va bu holatlarni belgilash orqali siz simptomlarni qayd etishingiz va butun platforma aynan mana shu simptomlarga mos ravishda moslashib sizga shaxsiylashtirilgan, ya'ni personal ma'lumotlarni ko'rsatadi. Ya'ni platforma sizni aynan mana shu simptomlarni hal qilishingizga yordam beradigan video ma'lumotlar, audio ma'lumotlar yoki matn ko'rinishidagi maqolalarni ko'rsatib, aynan mana shu ma'lumot haqida, aynan simptomlar haqida to'liq ma'lumot olishingizga yordam beradi. Simptomlardan tashqari, aynan undan keyingi bo'limda siz 3 ta eng asosiy katta bo'limlarni ko'rishingiz mumkin. Bu rivojlanishni kuzatish, 24/7 yordam va amaliy mashg'ulotlar. Rivojlanishni kuzatish bo'limida siz ana endilikda nafaqat matn orqali, balki videolar yordamida ham bolaning rivojlanish ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin. Barcha videolar professional mutaxassislar tomonidan tayyorlangan va aytib o'tishimiz kerak, rivojlanish bosqichida biz aynan bu ma'lumotlarni qayta ishladik, to'ldirdik va bir qancha mutaxassislar tekshiruvidan o'tkazdik. 24/7 yordamchi haqida batafsil birozdan so'ng gaplashamiz, chunki yordamchi ichida biz juda katta o'zgarishlarni amalga oshirganmiz. Hozirda sizni aynan bizning navbatdagi bo'limlarimiz haqida batafsil ma'lumot beradigan ManPlus platformasini tibbiy ma'lumotlar bo'yicha mutaxassisi Ziyodulla Abdullayevga so'zni beraman va u sizlarga aynan kutubxona, kontentlar va yangi vositalar qanday ishlash haqida batafsil tushuntirib beradi. Ilovaning yangi versiyasida ko'plab tajribali tibbiy mutaxassislar, pedagoglar va konsultantlar bilan birgalikda aynan siz onalarning talablaridan kelib chiqqan holda yangi funksiyalar va video qo'llanmalarni ishlab chiqdi. Endi siz ilovada farzandingizning normal o'sish ko'rsatkichlarini tekshirib borishingiz, vaksinatsiya jadvalini kuzatishingiz va shaxsiy kundalik yuritishingiz mumkin bo'ladi. Endi video qo'llanmalari keladigan bo'lsak, tug'ruqdan keyin tiklanish, prekorm, ya'ni qo'shimcha qotlanish, nutq rivojlanishi va chaqaloq parvarishi kabi video ma'lumotlarni topishingiz mumkin bo'ladi. ManPlus platformasidagi barcha ma'lumotlar eng zamonaviy isbotlarga asoslangan tibbiy ma'lumotlar beruvchi Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti, Amerika kasalliklarini nazorati va bartaraf qilish markazi, Britaniya Milliy sog'liqni saqlash xizmati va albatta O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash tashkiloti kabi ishonchli manbalardan olingan. Bundan tashqari, ushbu ma'lumotlarning barchasi ManPlus mutaxassislar guruhi tomonidan tahlil qilingan va bizning mintaqamiz uchun moslab chiqilgan. Ko'rib turganingizdek, ManPlus platformasida endi siz o'zingiz va farzandingiz rivojlanishi va salomatligi bo'yicha shaxsiy kutubxonaga egasiz va bu hali hammasi emas. Navbatdagi uzoq kutilgan yangiliklardan biri bu joylashuvlar. Endilikda siz ManPlus platformasida onalar va bolalar borishi mumkin bo'lgan joylashuvlarni osonlik bilan topa olasiz. Klinikalar, rivojlanish markazlari, bog'chalar, laboratoriyalar yoki o'yingohlar. Barchasi ana endi bir joyda. Barcha joylashuvlar bizni professional mutaxassislar tomonidan saralanadi, ularning xizmatlari, ularning joylashuvlari o'rganiladi va eng yaxshilari sizga ko'rsatiladi. Joylashuvlarda siz nafaqat ularning birlamchi ma'lumotlari, balki xizmat turlari, narxlari va chegirmalari haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi.
Navbatda sizni uzoq kuttirgan 24 ga 7 yordamchi haqida gaplashamiz. Yordamchi nima? Yordamchi bu onalarning aynan barcha savollariga istalgan vaqtda, istalgan sharoitda javob bera oladigan vosita hisoblanadi. Yordamchini bazasida 3000 dan ortiq tekshirilgan va isbotlangan tibbiyot asosidagi maqolalar va ma'lumotlar joylashtirilgan va bu ma'lumotlar doimiy ravishda oshirib, ko'paytirib boriladi. Maqsadimiz 10 dan ortiq isbotlangan tibbiyot asosidagi ma'lumotlarni joylash va yanada aniqroq va ko'proq kengroq javob berishga ixtisoslashtirilgan yordamchini ishlab chiqish. Dasturimizning birinchi versiyasida onalar tomonidan aynan mana shu yordamchiga 40 dan ortiq savollar kelgan va onalar 40 dan ortiq javoblarni olgan holatda xotirjam onalikni davom ettirishgan. Ana endi siz tungi 3 da keladigan savollarga aynan qayerdan javob olishni yaxshi bilasiz. Yangilangan versiyamizda siz yordamchidan nafaqat savollaringizga javob, balki joylashuvlar haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Istalgan joy nomini kiritish orqali ular haqidagi batafsil ma'lumotni aynan mana shu chatimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. ManPlus sizga yordam berish uchun, eshitish uchun va tushunish uchun ishlab chiqilgan platforma. Biz uchun har bir ona qahramon. Sizning kuchingiz, mehringiz va e'tiboringiz bilan biz shu vaqtgacha yetib keldik. ManPlusning yangilangan versiyasini hoziroq yuklab oling va onalik sayohatingizni keyingi bosqichga olib chiqing. Xotirjam onalik ManPlus bilan.